Testosteronni tabiiy ko'tarishning oddiy usullarini bilasizmi? Testosteroningizni tabiiy ko'tarishning birinchi usuli bu oddiy 7-9 soatlik tungi uyqu. Soat 23:00 dan 7 gacha eng sifatli, samarali uyquning qaymog'i davri bo'ladi. Chunki testosteron gormoni uyqu vaqtida ko'proq sintezlanadi. Ikkinchi usuli bu ozish. Ya'ni sizda abdominal qorindan semirish bo'lsa, ozish kerak. O'zi erkaklarda bel aylanasi 94 sm dan oshishi kerak emas. Keyingi usuli bu siloviy trenirovka deyiladi. Har bir mashqdan keyin 10-20% gacha testosteron sintezi kuchayadi. To'rtinchi usuli stressdan xalos bo'lish. Stress vaqtida kortizol ko'tariladi. Kortizol esa testosteronning dushmanidir. Beshinchi usul ovqatni optimizatsiya qilish. Ya'ni oqsil yog'larga boy ovqatlanish. Ya'ni go'sht mahsulotlari, baliq, tuxum bular oqsilga boy. Oqsil esa gormonlar sintezi va mushaklar uchun asosiy material hisoblanadi. O'zi testosteron gormoni xolesterindan sintezlanadi. Xolesterin esa foydali yog'lar tarkibida bo'ladi. Bularga nima kiradi? Bularga saryog', zaytun yog'i, baliq yog'i hamda yong'oqlar tarkibidagi efir moyilari kiradi. Bu usullarga rioya qilsangiz, albatta sizda testosteron sintezi ko'tariladi va erkaklik quvvati, erkaklik energiyasi ham oshadi.